Aldılan Şinjan Tantarbiya to'g'ri orqali sizlarga yuz ko'rishganimdan to'liq xursandman. Hammalarga Allohning salomati olsun. Men turkisida men 7 ajdodimni izlab topmanda bobomdan, cho'nglardan, mahalliklardan so'radim. So'rash jarayonida meniki bobomning dadasiniki shu yurtdagi bir palvon kishi ekanligi boshqalardan ma'lum va yurt ahlining ayati faxrlanib turib, so'yinib turib. Maydonda men bilan birga kelgan bo'ldi, maydonga chiqib to'lidim chiqdi. Men ash maydondan yo'ligan chiqib akirib ketdi. Yataqqa qaytib karvatga yatqandan keyin qopamadim, shu bir hafta karvat yetib qoldim. Eng ig'ir musobaqam shu bo'ldi, eng yorqin natija bo'ldi. Jambozlik. Iqtisod krizi yuz bergan bo'lsa, sog'lomlik krizi yuz bergan allaqachon bo'ladi. Yo'ldosh Shi Jinpingmi, boks mahiri, futbol mahiri. Bunda bo'layotgan yerda davlat rahbarlarimiz chiniqishni qo'llamayotgan yerda biz cho'qim chiniqishimiz kerak. Bağın bostan bolsa, qo'ng'ili bulbul kelur. Meling esil bo'lsa, do'kononga shohlar kelur. Ras, Shahidani Xotanning avat rastisiga joylashgan koinot uy jihozlari sartisida hamma saramjonlar bor ekan. Borlar emas, esilkan, sarxilkan. Naqshkor ajdodlarning go'zallik tuyg'ulari bilan zamon hayvatlarini namoyon qiladigan istirohat saramjonlarning hammasi bor. Xo'sh aka, koinotni birlikda kezamda. Mana bu yurishlik aslahalar shahonadonchlaringizni, ishxona saroylaringizni texmi ko'rkam qilg'isi. Oila baxt konidir. Uni rohat bir makonga aylantirginki, ham bezaklar bo'lsin, ham rohat bo'lsin. Farzandlaringizning o'ziga xos dunyosi bo'lishi kerak. Albatta, koinot bolalarni unutib qolmadi. Xizmatdagi muvaffaqiyatlaringiz albatta muhitdan ayrilanmaydi. Ozodi muhit yangicha tafakkur olib keladi. Mayli oshxona, restoran uchun yoki uyga tizing, sarxilni yangi koinotdan teping. Chiroq faqat yurtish vazifasini o'tab qolmasdan, u yana o'z navbatida eng muhim bizak saramjonidir. Eng jilvodor chiroqlar yanili koinot. Hayot safarda nurg'un allarga beribdi. Ras, sexiylik davlatida Isillo suhbatida ko'rgan shahona saramjonlarning hammasi bu yerda talkan. Endi xotinlik qarindoshlarimiz oila saramjonlari setib olish uchun Urumchiga bormisin bo'ldi ekan. Ras, Urumchiliklar xotin kelib setib olso'g'idek. Zamonaviy uslubda loyilab o'rnatilgan koinot uy jihozlari maxsus lifti va yer osti mashina to'xtash maydoni sizning xotirjam mol setib olishingiz uchun texnik qolaylıqlarını ep gelgisi. Adresi Xotan shahar Qizil Yulduz Ko'ktat bozor o'dilida. Ya'ni Gulbog' savdo saroyi 4-qavatida. Urumchidan olganni, bizning uyga tizganni, koinotga bir kelib palla bilan obdanni. Koinot uy jihozlari. Assalamu alaykum Şinjan Tantarbiya to'riklarimizning barliq ishtirokchilari. Koinot so'richaylik mas'uliyat shirkati alohida qo'llagan Şinjan Tantarbiya to'rimiz ishlagan Tantarbiya dunyosi to'r programmamizning bu sonida palvonimiz Abdurashidxon bilan suhbatda bo'lamiz. Assalomu alaykum Abdurashidka. Va alaykum assalom. Salomat turibsiz. Siz qandoq bo'lib shu kichik vaqtingizda erkin boks tanarkitiga qiziqib qolganmisiz? So'zlab beramiz. Burada aldılan Şinjan Tantarbiya to'g'ri orqali sizlarga yuz ko'rishganimdan to'liq xursandman. Hammalarga salomat olsun. Men Palon Abdurashidxon bo'laman. Men kichik vaqtimdan boshlab dadamning chiniqqanlarini ko'ratdim. Men 3 yosh, 4 yosh atrofimda dadam kunda uyda chiniqatdi, mashq qilatdi. Shuni dadamning chiniqqanini ko'rib, menga bir chiniqish havasi, chiniqish qizg'inlikqa ketildi. Men shu boshlang'ich o'qiyotgan vaqtimda Tarım Qo'nchilar jurnalda bir ecdadım, jiltizim deydigan bir bet var ekan, shu jiltizim deganda o'zining 7 ecdadını bilalisa, shunaqa maqola yo'llasa, bir uftoqliq bo'lsa, e'lon qilingan bu maqola. Shu maqolaning turkisida men 7 ecdadimni izlab topmanda bobomdan, cho'nglardan, mahalliklardan so'radim. So'rash jarayonida meniki bobomning dadasiniki shu yurtdagi bir palvon kishi ekanligi boshqalardan ma'lum va yurt ahlining ayati faxrlanib turib, so'yinib turib uni maqtab berdi. Xotir qoldirib oldim. Demak bizniki ajdodlarimizning ichida mana shunda yurt so'ygan, yurtni so'ygan, yurtlar uchun to'p qatgan palvon kishilar bo'lgan ekan. Ana lekin men o'sha kichikimdan boshlab o'zim nihoyatda o'g'riq, nihoyatda chaqqan edim. Tanarkatga bo'lgan ishtiyoqim to'limi yaxshi edi. Dadam o'zima bevosita o'zi bir qo'lliq mashq qilishga boshladi 6-7 yosh vaqtdan boshlab. Shu mashq qilish jarayonida mana kasbiy mashq emas, ishdan sirtqi mashqda bu. Shu jarayonda men
har xil mashqlar qatnashdim, yugurish, chiroq sakrash degandek. Muntazam bo'lgan mashqni biz shu to'liq o'tini bitirib bo'lgandan keyin Shinjong O'rabni rayonlik Rudovchichilik sharikatini boshqarish markazining erkin mushish komandasiga tanlandim. Shu vaqtda anadan keyin men rasmiy kasbiy hayotimni 2000-yili rasmiy boshladim. Shundan boshlab mana hozir 17 yil bo'libdi, mashqlarni, musobaqalarni qo'ldan kelyapmiz. Shu kasbiy hayotingizda erishgan natijalaringiz to'g'risida so'zlab berasiz. Bo'ladi, men bu to'g'riliq nurg'ilgan ziyoratlarni qabul qildim. Shundaqla hamda hozir 2015-yil 12-oyning 20-kuni esa men tagarkazlik hayotimni mashqavlik hayotiga almashtirgandan keyin hozir mashqavul bo'lyapman. Hozir musobaqa uchish fursatimizni boshqa o'quvchilarga o'tinib beryapmiz. Men 2000-yillardan boshlab taki 2015-yilgacha musobaqa qatnashdim. Bu jarayonda viloyatlik, avtonom rayonlik, shaharlik va mamlakatlik xalqaro musobaqalarda nurg'un qatnashdim. Endi buningda bizningki eng yorqin natijalarimiz 2003-yili avtonom rayonlik 10. navbatlik tanakat yig'inida, 2006-yili avtonom 11. navbatlik tanakat yig'inida, 2005-yili mamlakatlik 10. navbatlik tanakat yig'inida olgan medallarimiz eng yuqori darajada kelmoq. Mamlakatimiz miqyosida eng yaxshi natijalarimiz bo'ldi. Andan keyin 2007-yili men Shinjong erkin mushish komandasidan chekinib chiqib o'zim o'z oldimga komanda tashkilladim. Shu komanda tashkillagan yili bir maydon musobaqa qatnashdim. Shu WLF xalqaro jambozlik musobaqasi. Shu musobaqadan boshlab hozirga qadar 18 maydon xalqaro musobaqadan UDA chempion bo'lib kelyapman. Abdurashidga shu sizning kasbiy hayotingizdagi o'zingiz unutmaydigan eng nodir musobaqangiz qaysi? Mushaq so'zlab berasiz. Bo'ladi. Musobaqa ikki turlik bo'ladi. Hozir siz so'ragandek birisi kasbiy musobaqa, birisi davlatlik musobaqa. Davlatlik musobaqa deganimiz butun badallarimizni qo'g'dash kiyimlaridan qo'g'dab turib, nihoyat o'lchamga tushgan musobaqa. Kasbiy musobaqa deganimiz hozir sizlar ko'rayotgan palaydan, ko'sardan boshqa narsa kiymay, o'zining barliq harakatini joriy qildirib musobaqa qatnashgan musobaqalar bo'ladi. Kasbiy musobaqada eng yuqori natija olgan vaqtim shu Ig'ir darajada musobaqada qatnashib, Xanan Jangjoda o'zim 100 kilo, raqibim 135 kilo, mendan egizlik 15 sm egiz. Shundan tushgan vaqtim, japat atgan vaqtim shu hamda. Bu vaqtda ish qilib birinchi maydonda o'zimning kuchdan uchiib qolganligimni his qildim. Uftiritaman degan xiyolga keldim. Lekin zot maydonga chiqqan ekanman, tishimni qattiq tishishim kerak deb shu jarayonda 3 maydon musobaqani to'shqizib bo'lguncha shu 15 yillik hayotimning hammasi ko'z oldimga kelib qolgan endi. Shu vaqtda qo'limni ko'tardi. Qo'limni ko'targandan keyin maydondan qaytib tushib ketgidek mador qolmay maydonda men bilan birga kelgan bo'ldi, maydonga chiqib deb to'lidim chiqdi. Men ash maydondan yo'ligan chiqib akirib ketdi. Yotoqqa qaytib karvatga yotgandan keyin qopolmadim, shu bir hafta karvat yetib qoldim. Eng ig'ir musobaqam shu bo'ldi, eng yorqin natijalarim shu hamda. Abdurashidga nihoyat yaxshi gaplarni qilib berdingiz. Hamda shu erkin boks bilan kasbiy boksning farqi haqida so'zlab berasiz. Bo'ladi, bu yerda siz erkin boks deb o'tdingiz. Shu xalqimizga oydinlashtirmoqchi bo'lgan masala boks bilan bizning jambozlik o'xshamaydi. Erkin mushishish deymiz biznikini. Boks, erkin mushishish, kasbiy mushish deb mana ayriladi. Endi bizniki mushish bilan kasbiy mushish kelgan vaqtimizda kasbiy mushish deganimiz o'zining barliq texnikalarini namoyon qilib, joriy qildirib, maydonda raqibining ojizligiga hujum qilib, o'zini eng yuqori darajada namoyon qilish. Davlatlik musobaqa deganimiz buningda asosan cheklama intaynjiq o'zining salomatligini asirgan asosda texnikalarni joriy qildirish bo'ladi. Hozir xalqaroda nihoyat ufq qozonayotgan shu nihoyat olqishlab menayotgan shu kasbiy musobaqalar, mayli boksyorlikning bo'lsin, mayli jambozlikning bo'lsin, mayli chilishning bo'lsin, kasbiy musobaqalar nihoyat olqishlab menayotdi. Chunki buningda siz xohlagan bir odamga jang e'lon qilib, o'zingiz tanarkatchi bo'lsangiz, o'zingizning salohiyatingiz shuni to'g'risa musobaqa qatnasha olasiz. Shundaqla o'zingizni sinab beqish fursati bo'ladi. Ammo
Mao davlatlik musobaqalarda unda fursat bo'lmaydi. Birinchi nishingiz to'g'ri kelish kerak. Ikkinchidan o'zingizning kasbiy salohiyatingiz to'g'ri kelish kerak. Uchinchidan o'zingizning o'sha ig'irligingiz, egizligingiz o'sha hamma jihatdagi o'lchamga layoqatli tushmasangiz, sizni xalqaj musobaqa sanmaydi. Kasbiy musobaqada sizning yeshingiz bilan boshqa ortiq to'sh talablardan ishi yo'q. Faqat kilogramm soningiz udul-mudul kelsa, siz shuni jang e'lon qilib chiqsangiz, ham maydonda o'zingizni sinash fursatingiz bo'ladi. Jambazlik maktabi ochibsiz. Shu jambazlik maktabiga tayinib, shu bundan keyin yoshlarni qaysi jihatdan tarbiyalash planingiz va qanday planingiz va mushaqda so'zlab berasiz? Bo'ladi. Biz 2013 yılı ben özümden kundalik xotiramga shunday va'dalarni qilgan. 2017 yilgacha bir maktab bino qilaman deb. Mana shu maqsadlarimga yetkazdi. 2015 yilda bu maktab qurildi. 2 yil planib 2 yil burun qurildi. Bu maktabimizda yarim kun fanniy dars o'qiydi, yarim kun jambozlik mashq qiladi. Nima sababdan bu qurilib qoldi degan vaqtda men ishkirliklarda va uyabiyalarda ko'rdim musobaqalar jarayonida. Ular bolalarni kichikdan boshlab mashq qiladi, kichikdan boshlab jambozlik tarbiyalaydi. Shunda qarasak, shu 6 medal olgan tanarkatda eng yaxshi bolalar madaniyat darslarida intayin yaxshi ekan, sinfning a'lochi va yosh o'quvchilar ekan. Chunki bularning teni sog'lom, o'zi quvvatli, jushqunda bir kelishmaslikka, o'ng'ishsizlikqa aldirab bosh egmaydi. Shu sababdan bu bolalarning maydondagi va sinfdagi hamma yerdagi o'zini namoyon qilish fursati intayin yuqori bo'lgan, bu bolalar aktiv bo'layotgan sinfda. Shuni qarab, mening ham o'zimning kasbim bo'lgandan keyin mushuni diyorimiz taraqqiy qilsak degan planim bek ko'nglimga fikirga xilli bo'lgan. Men shuni aytgandim diyorimizga, diyorimizda bizning bolalarimiz buni 1 yil oldi, 1 yil jarayonida nurg'un yaxshi natijalarni oldik. Sanjda o'tkazgan musobaqalar natija oldik, cho'chakda o'tkazgan musobaqalar natija oldik, xonanda o'tkazgan musobaqalar natija oldik, Jansuda o'tkazgan musobaqalar natija oldik. Shanjanda o'tkazgan musobaqalarda natija oldik. Ish qilib o'qizimiz 1 yil jarayonida qaytadan natija keldi. Dal mening bu yerda moshina tutishimdagi sabab biz davlatga nihoyatda ixtisosli xodimlarni tarbiyalaymiz deb o'ylayotgan bugungi kunda men bir kishi to'pamni qo'shishim kerak deb majburiyat otdim o'zimga. Buningda bizning bolalarimizniki agar tan sog'lomlik jihatda tan saposi yuqoriroq bo'lsa, bu tan harekatlardan shug'ullanib, tan tarbiya universitetiga berib, davlatga yana aktiv ovoz qo'shib, davlatga sharaf akasi bo'ladi deb o'yladim. Agar buning madaniyat darslari alaylik bo'lib qolsa, fanniy darslar alaylik bo'lib qolsa, fanniy darsni davomlashtirib, bu har qaysi oliy bilim yurtlariga, universitetlarga berib, qaysi jihatdan bo'lmasin, mayli darslik jihat olsun, mayli tan tarbiya jihat olsun, qaysi jihat alaylik bo'lsa, davlatimizga sharaf akason, bu maktab o'qigandan keyin buningga vaqti bekor ketdi son deb moshini tutdim. Shundaqla bizningki moshu kasbni tutishdan keyingi maqsadimiz nima deganda, hozir 2016-yilda moshu bizning diyorimiz Shinjang Uyg'ur rayonida 2016-yilda tinchlik 2016-yilda ittifoqlik yili qilib bekitdi. İttifaqlı qilib bekitdi. Dal mana shuni his qildik. Ham yo'ldosh Xi Jinping 2016-yilda sog'lomlik yili qilib bekitdi. Men buni his qildimki, ittifoqlikning hamma tarafchiligini. Shu sababdan bizning yanimiz so'g'an bolalarning eng oldidan chiqadigini alaydi qismga o'talaydi. Andan keyin har qaysi yurt-yurtlarga berib, JX xizmatlariga o'rilish olaydi. Undan keyin har qaysi yurt-yurtlarda xalqimizning tinchlik uchun kecha kunduz xizmat qilayotgan shu amallik qo'g'dovchilarga darhol bularniki sharoiti mos keladi. Biz davlatimizga, vatanimizga bir kichik kasbimizni qatayli deb mush plan bilan maktabni boshlab yonyapmiz. Yaqinda Xotan diyorida musobaqa o'tkazmoqchi bo'lyapsiz. Bundan keyinmi shunday cho'ng tipli kasbiy boks musobaqalarini o'tkazib turamsiz? Bundan keyin boks musobaqasi o'tkazish planingiz bormi? Mushaq so'zlab beramiz. Bo'ladi. Men 2015-yilda xalqqa axborotlar qilish yig'ini qilib va'da qilgan vaqtimda men diyorimizningki erkin bo'shash sohasi uchun alohida kuch chiqarman. Shundaqla diyorimizda musobaqa fursati kutib turgan yoshlarimizga musobaqa maydoni hozirlab berman deb va'da qilgan. Shu sababdan mana bizning Xotan diyorimizda o'tkazmoqchi bo'lgan musobaqa bizning 7-qismlik musobaqa bo'ladi. Bu yerdan qaytib ketgandan keyin Qashqarda, Oqsuda, Ko'rlida, Qumulda, Manasda
Şu diyarımızın Janubi Şinjan, Şimali Şinjan, Şarkı Şinjan rayonlarında her qaysi aylarda biz çoxum müsabaqalarni davamlashtirib o'tkazib turibmiz. Chunki diyorimizda mashq qilgan mahirlar intayin ko'p, tantarbiya maktablarida o'qigan, ishkirlarda bilim oshirib kelgan bolalar intayin ko'p. Ammo bularga musobaqa tushish fursati yo'q deyarlik. Ishkirliklarda bo'lgan bo'lsa, hafta degidek musobaqalar bo'lgan bo'ladi. Lekin diyorimizda musobaqa fursati intayin oz bo'lg'achqa, bular o'zini o'rgangan bilimlarini unutib qoladi va xalqqa yetkazolmaydi. Shunlashqa biz musobaqa fursatlarini ta'minlab, o'quvchilarning mahirlarni o'zining saviyasini xalqaro seviyaga yaqinlashtirish, shundaqla xalqqa mushu jambozlik, junxo jambozligini xalqqa eng yaqin orliqni tashviq qilish planimiz bor. Sizning shu yoshlardan kutadigan umidingiz qandaq? Biz mushu oldimizdagi 11-yilda, mushu 11-yilning 5-ida Jojan Yevudin Ürümchiga velosipedlik, yani 6000 kilometr yo'l ekan, xaritada qarab mengibdi. Abnurayonniki har qaysi taratqi vakillari ularni ziyorat qildi. 6000 kilometr yo'lni velosipedlik besib, shu so'g'oqli yo'lni besib, ochliqqa, charchashqa, har turli mushaqqatlarga, kechilik yo'l, kunduzlik azobga degandek bardosh berib 6000 kilometr yo'l besib kelgan azmatlarimizni kutib oldik. Shundaqla kichikgina bir o'ng'ishsizlik yoki qiz do'stini ranjigan yoki ota-onasining gaplarini anglamagan kichikgina bir o'ng'ishsizlik sababdan o'zini binodan tashlab olganlarni ko'rdik. Endi bu ikkisini tang solishtirishlik maqsad nima deganda, ularmidek to'y qilmagan bir yigitlar. Ma bolamni bir daqiqa endi shu oliy maktabda o'qiyotgan o'quvchilar. Demak, mening maqsadim sog'lom tanga, jo'shqin ruhga, o'ziga bo'lgan ishonchga ega bo'lib, ota-onasining, yurt mahallining, millatining, vatanining bir kutgan yeridan chiqsa, jo'shqin bo'lsa ekan degan umidim bor. Hozir mening yoshlardan eng yuksak darajada talab qildig'im nima desa, qanday usul bo'lmasin, kunda 40 minutdan 2 soatgacha. Eng vaqtim yo'q degan odamga eng bo'lmaganda 40 minut bo'lmaganda 2 soat vaqtgacha vaqt chiqish kerak. Buning birdan-bir sababi bizning diyorimizga yemak-ichmakliklar, ximiya o'g'itlar bulg'inib ketdi. Bunga hammalar qoyil. Havo muhitimiz toza sap emas. Demak, yemak-ichmak, havo muhiti har tarafda, masalan, atrofimizda mush hozir tarqalayotgan elektr energiyalar intayin yuqori. Shunga mushu muhitning ichida, mushu besinning ichida yashayotgan bo'lganimiz bizning badanimiz bardoshlik berolmaydigan keldi. Nurg'un kishilarning og'zidan anglaymiz, iqtisod krizisi yuz berdi deb. Iqtisod krizisi yuz bergan bo'lsa, sog'lomlik krizisi yuz bergan allaqachon natijalar bo'lib ketdi. Shunlashqa jamiyatimizdagi yoshlardan, cho'nglardan, erlardan, ayollardan, demak barligi tuqqanlarni talab qildig'im kunda o'zining xizmat tartibiga atdeganda yoki kechda cho'qim chiniqaman deb bir programma kirgizsa ekan degan umidim bor. Bu sog'lom bo'lishi eng oldidan o'ziga foydali, andan keyin oilasiga foydali, andan keyin o'zining korxona shirkatlariga foydali, davlatga, vatanga, millatga foydali. Shunga har bir shaxsningki mayli nuqul holatdagi jambozlik emas, qaysi turda chiniqsin, chiniqishni talab qilaman. Biz buning ulgu olsak bo'ladi, yo'ldosh Shi Jinpingmi, boks mahiri, futbol mahiri. Bunda bo'layotgan yerda davlat rahbarlari chiniqishni qo'llamayotgan yerda biz cho'qim chiniqishimiz kerak. Chiniqish har bir odamning oilasiga sog'lomlik, baxt olib keladi. Hammalardan talab qilganim, tininglar salomat bo'lsin, oilanglar baxtli bo'lsin. Rahmat. Ziyoratimizni qabul qilganingizga rahmat. Tiningiz salomat bo'lsin. Omon bo'ling.